aytib men sizga shu tushuntiryapman. Keyin meni Druzemda turgan odamlarga almazotinglar deyman. Druzemda nima qilyapsizlar unda deyman. Men siz shantajrosi yomonman men. O'shada shuncha. Jonim sog' bo'lsa bir gap bo'lar, xudo xohlasa sog'. O'sha. Shuni, o'shuncha. Men zaryadga qo'yib oldim-da, tushib ketmasa bo'ldi. Muhammad, assalomu alaykum. Haliyam sotilmadim profil bechora. Hop, mayli, siz ham Allohga omonat eshitaman. Lichga bir dona yo'q, lichga yopilgan. Lichga shunaqa yopilgan. Voy. Mayli, siz ham ehtiyot qiling azizlar. Lichkalar yopilib qo'ygan. Faqat podpiskalarga bor. Yo'q, men bitta bola uxlayapti. Yosh bolani ovozini eshitdingizmi? Hozir bunaqa yosh bola uxlayapti. Mana qarang, mana o'zbekcha gapiryapman. Boydan beri mana shu bolalar senjuli qilyapti-da. Biri 2 bo'lyapti, uxlamayapti. Endi uxladi. Baho. Endi uxladi. Hozir agar yo'q, mayli bola uxlasa ham men chiqib gapiraveraman, siz ko'taraveraman. Men sizni tushundim, bo'ldi, bo'pti, anaqa emas. Efir ochsam kelavering. Akon. Men boshqa bilan olishaman. Akonu. To'g'ri. Nima gap, uxlamadingizmi akon? Siz ham sog' bo'ling. To'g'ri. Ekskluzivlaringiz qursin akon. Ekskluzivlaringiz qursin sizlar. Sharmandam shah kiyinib. Bo'ldi, достаточно. Deb o'pirtiravermang. Bo'ldi.
Endi navbat Bounty'ga. Bounty nima gaplar? Hozir ham Bounty yozmay ko'ring rulda bo'lsangiz. Akam, hozir 2 bo'lyapti o'tiribsiz, to'g'rimi? Ishni ichidan sizga. Uxlamabsiz. Salom. Men ko'zlarim qizarganmi?